Do'stlar, assalomu alaykum. Ahvollar yaxshimi? Xudo YouTube uchun video qilib berdim. Xo'p, Nijniy Arenaga o'zi 3 yildan beri qilyapmiz. 3 yil bo'ldi. Bu yil endi tashqi ko'rinishiga, ozgina baquvvatligiga kelgan qo'shimcha funksiyalar qo'shib qo'yganmiz. Inson uchun qanaqa qulaylik kerak bo'lsa, hammasini xudolik qo'llangancha qilib qo'ydik. Haligi to'liq ma'lumot berib o'taman. Xudo buni ham Nijniy ham verniy qilib yaxshi bo'laveradi. Xo'p, 25 kilovatli Nijniy Arena, ichi 3 lista, tashi 4 lista qilingan. Yoqqa sistemani bemalol ko'taraveradi, chunki chaklarini ko'rsanglar, yo'q. Lista bitta bukilgan. Tashqi korpusi polni 4 lista qilgan, ichi 3 li bo'ladi. Orqa tarafda ham yo'q. Keyin beldan ko'paytirilgan, orqasida ham oldiga 2 dona o'tgan chak, endi buni iloji yo'q. Bu yerga bosim tushmaydi, shuning uchun oldiga bukib olib o'tib qo'ydik. Bu yerda ham bo'lardi, biz buni ham bukib oldiga olib o'tib qo'ydik. Ikki xil moslama bilan yonadi. Birinchisi regulyatorning tiyagi, ikkinchisi o'zimizning ventilyatori bilan. Agar mesniy ko'mir bo'lsa, mahalladan beradigan arzon ko'mirdan bo'lsa, ventilyator bilan yaqish qulay bo'ladi. O'z komplektida ham ventilyator beriladi. Bu alohida agar kimgadir kerak bo'lsa, qo'shib berib beramiz. Qo'shimcha mablag' talab qiladi u. Xo'sh, tashqi umumiy ko'rinishi ko'mirni zapravka qilish. Birinchi marta katel olmoqchi bo'lgan odam baribir so'raydi. Ishlatayotganlar o'zi biladi. Xo'p, pastga cho'g'ni tushirib olib, pastga ochib qo'ysam yorug'lik ko'rinadi. Pastga cho'g'ni tushirib olinadi. Ustidan zapravka qilib ketilaveradi. Ana shu qishda boshida bir marta yaxshisi xudo bahorda boshigacha yuvi chaqmaysiz. Shunaqa qilingan. Verniy Arenada kuniga 2 marta zapravka qilishingiz kerak. 12 soat yonsa ham, mana shu 12 soatdan ba'zan qisqa tuyuladi biz uchun. Shuning uchun Nijniy Arenaga ko'proq urg'u beryapmiz. Bu Nijniy Arenamiz ham lekin 2 xil anaqada yo'nalishda yonaveradi. Birinchisi Nijniy pastda, yana bittasi verniy qilib. Asosan katta o'tinlar tutiladi, yong'oq o'tinlarini tepadan yaxshi bo'ladi, chunki past bilan o'tin yonmaydi. Yonish juda qiyin. Mayda bo'lsa yong'oqdek qilsa, unaqa o'tin ham yo'q, yonmaydi. Yonish juda qiyin bo'ladi. Ikkiga pastga cho'g'ni tushirib olish ham qiyin bo'lyapti deganlar ham bor. Shularga ham bitta yechim ma'lumot berib ketaman. Mashinagacha ko'mirni to'ldirib turib, ko'mirni tepadan yoqib qo'ysa, verniy bo'lib yonib turaveradi. Birinchi marta mo'rni qizdirib olganda buni ochiladi. Ikkiga buni ham ochib qo'ysak bo'laveradi. Bemalol. Ramon ko'rayotgan bo'lsanglar, yorug'lik bilan ham ko'rayapsiz. Mo'ri yuraveradi, mo'ri ham 114. Mo'riga tavsiya beraman, doim tik kapib ketish. O'ngga chapga qilib burganda keragi yo'q, chunki kartyo'l ishlashga qiynaladi. Mana regulyatorning tiyagi ana shu mo'ri bilan ham birgalikda ishlaydi. Xo'p, bu yerga richak qo'shganmiz, richakning vazifasi ochilgan joydan shilaylarni tushirib olish kerak. Unda ham tushmaganlari bo'ladi, ko'mirda katta toshlari bo'ladi. Uni ham bu yerdan olsa bo'laveradi. Biz buni ham ochilgan qilib qo'yamiz. Bu ham bemalol ochiladi, ikkovi ham chiqadi. Xo'p, eshiklarimiz ligirovkali bo'ladi. O'ngda chapga, chapdan o'ngga olib o'tsak bo'laveradi. Mana bu ishlatgan sari mana ip eziladi, azbizlik. Bu ham ezilganda qononi bo'shatib turib ko'rayotgan bo'lsanglar, orqa yetarsa, mana ham orqa yetarsa bo'laveradi. Ip balandligida oldiga tortib qo'yilaveradi. Xo'p, ventilyatorning gradus bu yerdan qo'yiladi. Bu yerga qo'yib qo'yiladi. Necha bo'lsa 90, 75 mi, 60 mi? Bu yerda ventilyatorning skorsi. Tezligi, sekinligi. Regulyatorning tiyagani bu yerdan gradus qo'yib qo'yiladi. Xo'sh, bu ishlashi asha gradus yetganda cho'chqa qatirib qo'ysak, zanjir tortib ochib beradi, havo kirganda yonadi, gradus yetganda qaytib tushib ketadi. Ancha og'ir qilib qo'yganmiz. Xo'p, bu eshigimiz bo'lsa kitoblari, reviziya ham etamiz. Xo'p, verniy arenada bu yerdan yonib pastga tushib ketadi yoki agar siz bu ikkovidan tushib bu tarafdan chiqadi. Nijniyda bo'lsa bu yerdan chiqadi, ikkalasi bilan tushib ketib turib bu tarafdan chiqib ketadi. Kitobini to'rtta qilib qo'yganmiz, maksimal darajada tejamkorlikni oshiradi. Bu ham ligirovkali bo'ladi. Buni bu tarafga olib o'tsangiz bo'ladi, buni bu tarafga kimgadir o'ngga, kimgadir
eshigi chapga ochilishi kerak. Shularga ham yechim qilib qo'yganmiz. Buni orasida stiklovati bo'ladi. Eshiklar ham eshilib ketmaydi. Ularda ham qo'yiladi. Pastga shart emas. Feder brendi, shu brend ostida ishlaymiz. Bu yerga manometr qo'yiladi, gradusni ko'rib turgani. Hozir videoda yanimda yo'q edi. Xo'p, bularni bir haftada bir marta tozalashni tavsiya beramiz. Zo'r ishlaydi, kondensat bo'lmaydi, sakish to'planib ketmaydi, tozalab tursiz, bitta moslama qilib beramiz unga ham. Nikaga bundan tushgan shilaylarni, mana kitobdan tushgani pastga tushib ketaveradi oldi eshikka. Bularni 3-o'g'nikini bu yerdan ochamiz. Bu yerga ham eshik qilib qo'yganmiz, oldi ikkita bo'liga akaman bo'layotgandi, bunga ham eshik qilib qo'ydik. Qancha qulayli bo'lsa sizlarga hammasini qo'ldan qilyapmiz. Bu yerga Ariston Tens uchun joy tashlab ketdik. Kimlar ishlatsa qo'yadi. Qachon kerak bo'ladi o'zi bu? Asosan hali sayohatga chiqib ketganda karto'l ishlatmaymiz 3-4 kunlab. Ashunda karto'l muzlab qolmasligi uchun. Buni yoqib qo'ysanglar, o'zini o'zi isitib turadi. Xo'sh, keyingisi mo'rimiz 114. Buni ham ramo yopishib ketgan bo'lsanglar, kondensat bo'lsa bu yerdan tushib ketaveradi, mo'rga urvermaydi. Buni ham qo'ldan oson bo'shaydigan qilib qo'ydik. Bunga ham kulish ham yurmaysizlar. Bo'lsa apparatga bu tarafda, agar apparatni zakasi bo'yicha agar ikki tarafga qo'yib bering yo orqaga qo'yib bering, uni ham qo'yib beraveramiz. Qadashini o'stirib qo'yganmiz. Ancha qulay bo'ladi, qatirgani ham amerikanka bilan qatirganda. Santeni akalarimiz ham qiylanmaydi. Biz apparatga qo'ygandan keyin ollarni yo'q qo'yishimiz kerak. Bo'lmasa двойной yonib, ko'mir tezda tugab ketadi. Nijniyni pastdan, verniyni tepadan, birinchi marta tutashtirayotganda ham tepani ochib yaxshilar, ancha oson, ancha qulay bo'ladi. Mana gofralarini xudoolasa uzaytiribmiz. Videoga sal kaltarog'i topilib qoluvdi. Buni pasaytirib, bunday tepaga olib chiqib qo'ysak, eshikka ham xalaqit bermaydi. Bu umumiy tashqi ko'rinishi. Fikrlar bo'lsa, savollar bo'lsa, kommentga yozib ko'ringlar. Xudoolasa har bittasiga javob qaytarishga harakat qilamiz yoki telefon qilsanglar batafsil tushuntirib uyingiz kvadratini chiqarib ashunga mos holatda qilib beramiz. Xudo xolasa buni 15 kilovatti bor, 25 kilovatti bor, keyin 35, keyin 50, 35-50 larimiz endi bo'ladi. 15 kilovatti ham tayyori bor. Bu apshipka qilingan holatda bo'ladi, bez apshipka berilmaydi. Apshipka ham qilinadi. Apshipkada oldin ichini qanaqa ko'rinishda bo'ladi bir so'raganlarga video qilib berib, Yo'qlar shu qo'shgan narsalarimiz, dizaynlarni qo'shdik. Bu yerda mana shu richa qo'shib qo'yganmiz. Hozir eski at yo'lim bilan videoda ko'rsatib beraman. Xudolar shu men bir xil bitta richa qo'shilgan, keyin ko'rinishiga sal e'tibor bergan. Xo'p, bunimiz bo'lsa shu 2-3 yildan beri qilayotgan o'zimiz 15 kilovatli nijni garayni at yo'limiz. Uni ham shu Feder brendini qo'yganmiz. Bu eshiklari ham bukilgan, bu yerda kitoblari ham bukilgan. Bularda ham shpiramoyt egasi bor mana. Oshda turibdi-ku, buni bunday qilib tasarruf qilsak bo'laveradi. Bu yerda ham shu shpiramoyt egalari bor. Bu ham zo'r ishlagan. Sutkasiga 30 kilogacha yog' berilgan. 30 kilo haligi rasxod ko'payib ketmagan. Shuning uchun sinovdan o'tgan narsa, mana maylari ham ligirovka bo'lardi, bir tarafi bo'lardi, mana bu tarafi bo'lmardi, oddiy prut qo'yib berdik. Xohlasa ozgina ustimizda ishlab, regulyatorni tiyag'amay ishlamardi, faqat ventilyator bilan bular o'stirib qilardi, lekin ikkovini isitishi bir xil. Mana yerda qoppog'i bo'ladi. Mana cho'yanlar ham 2 sm ishlatilgan oldin ham. Bu yerda yopilardi, shilaylardi, mana olinardi. Bitta minusi shu richay bo'lmagan. Bir-biriga ish qiladigan, shu sim bilan titib turilgan. Lekin buni ham ishlashi juda zo'r. Hozirgi ishlatib kelishyapti. Xudo xolasa hali muammo bo'lgani yo'q. Pastdan yonardi, nijniy bo'lib, tepadan shu verniy qilib yaxshi bo'ladi. Tutashtirayotganda buni ochsa 12 ga 8 qo'ylardi, hozir 12 qilib qo'ydik. Verniyni ham bemalol tortadigan qilib, katta o'tirlar qilib solib yasa bo'laveradigan qilib shu bu yerga shu migalari, bu tarafga manometri. Xo'p, mo'rni ham ko'rsak, mo'ri ham oldin ham shu orqadan ham, taydan ham tozalaydigan qilib qo'yganmiz. Ikkita Ariston Tentga orqaga ikkita tashlab ketganmiz. Uni rezbasi bu tarafda.
Bola shu holatda ekonomlar ham shu o'tganligidan bitta ikkita qoluvdi. Bu ham shu pastda bo'ladigan akalik bo'lgan, belgisida eshiklik qilib qo'ydik. Reviziya tozalaydigan joy mana 3 ta bo'lgan, oldin 2 topib 4 ta qo'shib qo'ydik. Hozirlar bashidan ovarsa bo'laveradigan qilib qo'ydik. Xudo xolasa belgisida ancha o'zgarishlar bo'lib o'tganligida mana bir dona qoluvdi, ancha sotilgan. Buni biz shu shov-shuv bo'lib ancha ishlagan, ancha sotilgan. Hozir ham har dori bor. Aylar gazlar ham yaxshi bo'ladi, uni forsinkalari verniy garena deb qo'yadi. Buni ham ancha klienti bor. O'zining xaridorlari bor. Bu yerda titallarimiz asinkovka materialdan, karetga asinkovka materialdan yasalgan, zanglamaydigan titallar. Bu yerda shu 15 talik, 25 talik bunkerlik yo'llar ham bor. Hammasidan zapasda bor. Asosan bular hammasi